kishiga bu narsa huzur beradi, erkak kishiga bu narsa rohat beradi. Yonimga normalniy bizneslari bor, normalniy puli bor, yaxshi daromad qiladigan mashhur inson, ya'ni ayol kishi yonimga konsultatsiyaga keldi va bu konsultatsiyada erim ishlamaydi, erim pul topmaydi, mana shuning uchun ajrashdim, xuddi shuning uchun ham yoningizga keldim degan gapni gapirdi. Bu narsaga juda ko'pchiligimiz mana o'zini puli bor, nima uchun ajrashadi, sabr qilsa bo'ladi-ku, Alloh bermayotgandir, har xil fikrlar bo'lishi mumkin, har xil mulohazalar bo'lishi mumkin, har xil insonlardan fikr chiqishi mumkin. Va siz ham fikrlaringizni albatta yozib keting bu narsaga. Bilasizmi, nima uchun mana shunday, nima uchun erkak kishi boqadi, erkak kishi qaraydi, uyaladi, juda ham ko'p narsalar qiladi, lekin erkak kishiga bu narsa huzur beradi, erkak kishiga bu narsa rohat beradi, erkak kishiga bunga haqiqatan ichki energiya, quvvat, haqiqiy erkakligini his qiladigan eng katta ichki nima deydi, ochkoda, ichki mazza qiladigan resursda erkak uchun. Ya'ni boqishib, что oilasiga hamma narsani yetkazib bera olishi rohat beradi, lekin ayol kishiga men tushunaman, ayol kishiga bu juda ham og'riqli va og'riq beradi. Masalan, erkaklar yozish mumkin har xil fikrlar. Вот mana ayol kishi shunaqa, ayol kishi pul desa masalan oilasidan ham voz kechib boradi, mana shunaqa pul berish ayolga nima deydi, har xil xullas kalom negativ fikrlar chiqishi mumkin. Men bu joyda juda ham zo'r tushunaman ayolni, sababi bu yerda bilasizmi, ayol kishiga beruvchilik, ya'ni chiqarmagan. Berish, ya'ni erkakka berish ayol kishiga chiqarilmagan. Alloh tomonidan fitratiga solib yaratilmagan bu vaziyat. Shuning uchun ham ayol kishi ko'tara olmas ekan. Shuning uchun ham ayol kishiga og'riq berar ekan bu vaziyat. Shuning uchun ham ayol kishi pul bersa minnat qilib qo'yar ekan. Ayol kishi uy olsa, mashina olsa, nimadir qimmatbaho erdan yaxshi daromad qilsa, minnat qilib qo'yar ekan erkak kishiga. Qayerdadir baribir chiqib ketar ekan. Bu narsa chunki ayolning fitratiga Alloh tomonidan yaratilmagan ekan, berilmagan ekan. Hikoya aytib bermoqchiman. Shu o'rinda bir podsho bo'lgan ekan. Bu podsho juda ham ayoli uchun juda katta, eng katta dunyo bo'yicha qasr qurdiribdi. Bu qasrga hamma ichini, sirtini, ustunlarini hammasini oltindan yasabdi va shu bilan ozgina bitta ustuniga oltin yetmay qolgan ekan va ayolidan oltinini olib turib o'sha bitta ustunni qurgan ekan. Ayol har safar aytar ekan, mana shu oltinlarim bo'lmaganda, mana shu ustuningiz bitmasdan, mana shu saroyingiz bitmasdan, shu qasringiz bitmasdan deb har bir gapda mana shu bergan ustuniga oltinni gapirib olar ekan va to'xtovsiz buni aytar ekan. O'shaning uchun podsho uni vaqt soati kelib ustunini oldirib tashlab o'zi qurdirgan ekan o'sha ustunni. Shunda aytmoqchiman, ayolga berish, ayolga hamma mana shu oila boqish, oilani boqish yoki oilani ta'minotini ta'minlash og'rig'i juda yuki og'ir ekan ayol kishi uchun. Chunki ayol kishini berish uchun yaratmaganligi uchun, fitratida yo'qligi uchun qaysidir bir ayol voy deb menga norma deyishi mumkin yoki menga og'riq bermaydi deyishi mumkin. Bu ayol o'zini aldayotgan, o'zining yaxshiligini isbotlayotgan ayol hisoblanadi aslida, lekin mana shuni bilingki, ayol kishiga juda ham aynan oilani ta'minoti, oilani to'lash biror narsasini juda ham og'ir yuk, juda ham qiyin, juda ham og'riqli bo'ladi.